Tuzumsiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ha, kechga ko'rishamiz, sharoitga qarab. Tuzumsan? Hozir to'xtabdi. Lift ishlamayapti-yu, xabaring bor. Zinadan tushib kelaman desam, bitta chiroyli qiz, korоче, podyezddan tozalayotgan ekan. Yomon ham yoqtirlagan o'rta. Siqir. Sen uyalmaysan, birovlarning xotiniga qaragan. Kelining bo'ladi. Olay qo'lingni. Sen ayolingni podyezdga olib chiqib qo'yib, har xil erkaklik ko'rsatishga uyalmagan. Men uyalayman. Senda o'zi bir erkaklik hamiyati bormi? Mana hasharchi degan programma chiqqan. Shuni ichiga kirasan-da, mana buni bosasan qidirishga. Kirasan, Toshkent shahari yozasan, tumanga kirasan-da, bosasan tumaningni, bu yerga kirasan-da, kim kerak? Bunda tepaga ko'tarsang hammasi bor. Mana bu uy tozalash deb yozib qo'ygan. Kirasan, mana nomerlargacha qilib qo'ygan. Bosasan, telefon qilasan, bo'ldi. Ha, uy tozalash bo'yicha sizga bir anaqa qilmoqchi edik. Bo'shmidingiz? Ha, bo'ldi. Yarim soatda kelar ekanlar. Ayol kishi ham omonat qilib berilgan, qul emas. Sanda kelinidan ham o'rgandim.